Jaloliddin Rumiyni Zarbul Masalda keltiradi. Burgut qushlarning ichida podshohi bo'ladi. Burgut bilan qarg'a ikkovi gaplashib o'tirib aytadiki, "Senlar necha yil yashaysan?" desa, qarg'a "Biz 300 yil yashaymiz" deydi. Qarg'alar 300 yil, burgut 30 yil yashar ekan. Men 30 yil yashayman, mendan 10 barobar ko'p yashaysan. Ha shundoq. Burgut aytadi. Sen nima karomat ko'rsatdingki, Xudo senga 300 yil umr bersin? Seni nimang bor? Bulbuldek shirin ovozing bo'lmasa, menga o'xshagan alib qomat ko'rkam bo'lmasang, meni qara kelishganman, gavdaliman, amal bor, obro' bor, mansab bor. Men 30 yil, sen 300 yil yashaysan desa, qarg'a aytadi. Shohim, gap ko'rkamlikda, ovozda, alib qomatlikda emas. Nimada gap? Gap yemoqda. Ha, sen men yeganda undan birini ham yeyolmaysan-ku dedi burgut. Qarg'a aytdi. Yo'q. Gap ovqatning ko'p ozligida emas. Siz ov qilasiz. Siz ov qilasiz. Uchib yurgan qushni ushab, uni jonini olib o'ldirib yeysiz. Menchi hech kimga ozor bermayman. Birov tirnog'iga ham ozor bermayman. O'zi o'lib qolsa, axlatxonaga tashlab yuborishsa, shularni yeb yuraman. Siz shuning uchun ov qilganligingiz uchun nazarlardan qolib, umringiz qisqa, men birovga ozor bermaganligim uchun meni umrim uzun deydi. Gap shunda deydi. Uzoq yashashni orzu qilgan burgut, men ham senda yashayman. Uzoq yashagingiz kelsa, men yegan narsani yeysiz. Xo'p, ikkov dogovor qilib qo'l tashlashib, osmoni falakka uchadi. Bundoq uchib ketyapsa, qarg'a to'satdan axlatxonada Misrda harom o'lgan eshakni ko'rib qoldi. Burgutga qarab aytdi: "Shepim, tushdik" dedi. "Mana biz ovqat. Hech kimga kerak emas. Egasi ham olib kelib tashlab ketgan. Shuni yeymiz. Shuni yesak umrimiz uzayadi." Xo'p, tushdi. Qarg'ani doimiy yeb yurgan ovqatida, doimiy yeb yurgan ovqati yugurdi-yu axlatxonaga kirib, haligi eshakning go'shtini cho'qib yeyishni boshladi. Burgut bunday ovqatlarga o'rganmagan. Axlatni bir chetida turib, burnini ushab, peshanasini tirishtirib, zo'rga chidab turardi. Eshakka qaraydi, qarg'aga qaraydi, eshakka qaraydi, qarg'aga qaraydi. Qarg'a aytdi: "Xo'jayin, kelib yeng, shuni yesiz umringiz uzayadi. Mana endi siz ovqatingiz." Uzoq yashashni orzu qilgan burgut asta yurib keldi. "Shuni yesam uzaysin umrim" deb bir luqma cho'qib, ko'zini yumib zo'rg'a yutdi arang. Ikkinchi luqmani cho'qib turib ishtahi bo'g'ilib yutolmadi. "Tfay" deb tupurdi. Qarg'aga qarab aytdi: "Qarg'a, seni hayoting shumi? Rahmim kelyapti senga. Shunday sassiq, badbo'y, harom narsalarga chidab shularni yeb 300 yil yashaysanmi? 300 yillik hayoting shumi?" dedi. "Ha" dedi. Burgut aytdiki, "Yo'q, seni hayoting menga to'g'ri kelmadi. 300 yil harom yeb 300 yil yashagandan halol, pokiza, svejisini yeb 30 yil yashaganim ma'qul ekan" dedi. "Seni hayoting menga to'g'ri kelmadi" deb burgut viqor bilan osmoni falakka ko'tarilib ketdi. Azizlar, harom ko'p ketadan halol bo'lsa ham ozginasi yaxshi. Qarg'a bo'lib qolmaylik, burgut bo'laylik. Halolini yeylik,